2026-2027 o'quv yilidan boshlab bolalar musiqa va san'at maktablari o'qituvchilarining mehnatiga haq to'lash miqdorlari umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarining mehnatiga haq to'lash miqdorlari bilan tenglashtirib boriladi. Ixtisoslashtirilgan va bolalar musiqa va san'at maktablari bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'rtasida ijodiy hamkorlik yo'lga qo'yiladi hamda ijodiy guruhlar tomonidan davriy ravishda umumiy o'rta ta'lim maktablarida konsert tomosha dasturlari va mahorat darslari o'tkazib boriladi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari va bolalar musiqa va san'at maktablari o'qituvchilarining ish haqiga o'quvchilarning cholg'uda ijro etish darajasidan kelib chiqqan holda 20% gacha ustama to'lash tartibi joriy qilinadi. Madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni uchun muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga shu sohada faoliyat olib borayotgan barcha ijodkor ustozlar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.